Xo'jaobod mol bozor, tovuq bozor, parandalar narx-navolarini ortib boramiz. Shu tovuqlarimiz dakan-makilar tuxumga kirib qo'ygan holatlari bular 180 ming so'mdan kami bor ekan. Chunki xo'rozlarimiz endi chaqirgan xo'rozlar 130 ming so'mdan kami bor ekan. Mana bu yerda zotdor dakan xo'rozlarimiz ham chiqibdi. Aka, bu xo'rozlar sizdanmi? Mendan aka. Nech pul aka buni narxi? Karis tozasi aka 100. Kariski tozasi ekan 100 taligi. Narxi nech pul aka buni? Qaysi oyda chiqqan aka bu? Mayski. Mayski ekan. Narxi nech pul aka buni? 800 deyapmiz aka. 800 ming so'm kami bor ekan. Kamini qilib beramiz ekan aka. Aka, telefon nomerlaringizni bersangiz aloqaga chiqsa, bu zotlari, tuxumlari, makiyonlari bo'lsa, Makiyoni bor. aha. Tuxumini olib, chiroyli qilib olib ketaveradi. Tuxumini qilib beramiz xohlasa. Telefon nomeringizni aytib o'tasiz? 90lik 063 063 45 19. Mana ular ham sizdan, a? Ular ham bizdan ko'rasiz. Bo'ldi. Dakan mak har xil turdagi dakan xo'roz, dakan mak, dakan tuxumlari kerak bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu o'rdalarimiz egalari ketib qolibdi. Indiyskiy o'rdalarimiz. Xo'rozlari 300 ming so'mdan kam bor ekan, makiyonlari 150 ming so'mdan kami bor ekan. Mana o'rdaklar, nech pul endi? Favorit. Erkagi 130 ming so'm, makiyoni 140 ming so'm ekan. Tuxumdami? Ha, bo'ldi. Xo'jaobod mol bozoriga kelsanglar, mana shu akalar o'rdak, tovuqlarni pastlarni qilib berar ekan. G'ozlar. Aka, bu g'ozlar kimdan, sizdanmi? G'ozlar nech puldan ekan? G'ozlar sotilmaydi egasi. Ha, egasi, u sotilmaydi ekan. Sotilganlarga sotilmaydi. Bu yerda mana indiyskiy o'rdaklarimiz chiqdi. Mana yerda qora tovuqlar, hindu g'ozlarimiz. Bu indiyskiy o'rdaklar nech puldan aka? 200 ming so'mdan ekan. Xo'roz ekan bular. Bu hashak xo'rozlarimiz nech puldan? 150 ming so'm. Qora tovuqlar ham bor ekan. Qora tovuqlarda 120 mingdan kam bor. Aka, pastani bo'ladimi anaqa parandalar? Akamiz Jalaquduqdan, Jalaquduq tumanidan. Nomer aytib o'tasizmi agar paranda kerak bo'lsa? Ha, ayt nomerlaringiz. 94lik 716 78 80 shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, o'rdak, tovuq, makiyon, xo'rozlar qilib beradi. Shu akamizga jo'rasizlar. Ismi Samandar aka. Qo'yonlarimiz 80 ming so'mdan ekan, bir erkak, bir qo'y. 80 ming so'mdan kami bor ekan. Mana mana bir jup kaptarlarimiz bor ekan, qora hakka bilan qizil hakka. Aka, nech pul ekan buni jupi? Donasi 50 dan kami bor. Donasi 50 ming so'mdan kam bor. Aka, uyda yana kaptarlar bormi? Sotiladigan kaptarlar. Arzonlar bo'lsa sotaverasiz. Kesak. Nomerlarni aytib o'tasizmi? 91lik 492 88 14 har xil turdagi kaptarlar shu akamizda bo'ladi. Aloqaga chiqarasizlar. Ha, ikkita qoldi, o'zi ko'pab chiqdi. Bo'lmadi deysiz. 2 dona qopda barakasini bersin. Shu aloqaga chiqarasizlar. Akamizda har xil turdagi kaptarlar bo'lar ekan. Sizlar uchun shuncha mehnat qilyapmiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Mana biz dakan bozoriga ketdik. Soxta dakanlarimiz bor ekan. Aka, bu dakanimiz nech pul ekan birozimiz? 1 million. 1 million so'm ham bor, cho'ja ekan. Hali yoshiga to'lmagan cho'ja xo'roz ekan. Aka, bunday xo'rozlar pastani bo'ladimi? Xo'roz, makiyonlar, zotlari bor sizda. Telefon nomerlaringizni beraverasizmi aka? Nechi? 94lik 94lik 77 dakan tuxumlari kerak bo'lsa, jo'jalari, xo'rozlari, bor olgan xo'roz makiyalar kerak bo'lsa, aloqaga shu nomerga chiqaverasizlar. Ana hurmatli zotdor dakanlarimiz chiqibdi. Yoshiga to'lmagan ekan, hali baho ham o'smagan. Aka, bu zotdor xo'rozimiz nech pulga bermadingiz? Bu xo'rozni 600 mingga beraman. 600 ming so'm. Shunda zotdor xo'roz, makka, jo'jalar tuxumlarini gaplashsak bo'ladimi? Bo'ladi. Kela olasizlar. Nomerim yo'q. Nomeringizni bering. 90lik 173 92 05. 173 92 05.
Bo'ldi aka, aloqaga chiqisharsizlar, tuxum kerak bo'lsa, jo'jalari kerak bo'lsa, bologani to'lay, xo'rozlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqisharsizlar. Bo'ldi aka, rahmat. Yozib olay deyman. Mana xo'rozlarimiz uchun tayyor qaynatilgan go'shtlarimiz bor ekan. Aka, xo'rozlarimiz uchun quvvat bo'lar ekan. Go'sht kilosi necha pul aka? 25 ming so'mdan ekan. Mo'jabodga Dakan bozori pastani mana shu yerga chiqar ekan. Telefon nomerlari ham aka zakasi beradigan bo'lsa. 99 ming 303 33 16 06 ekan. Menimcha kari sotib ekan o'shyapti. Aka, bu makonimiz necha pul ekan? 3 ming so'm deyapti. Kami bor-a? Kami bor ekan, zakamlarga bolaga to'laymak ekan. Mana bu yerda o'rdaklarimiz ham bor ekan, ko'p ekan. Bu aqldoq. Ular 120 ming so'mdan kami bor-a? Bu indiski xo'roz bor. Xo'rozlar indiskilar 200 ming so'mdan ekan. Bular tuxumga kelib qolibdi. Bular indiski makonlar. Bular 100 ming so'mdan ekan, kami bor ekan. Bular 200 ming so'mdan ekan. Jo'ja variantlari. Endi yaqin xo'roz bo'ladigan. Mana bu oddiy prostor aqldolarimiz 60 ming so'mdan. Aka, pastani bo'lami bunga? O'rdak, tovuq, indiskilar. Nomerlarni aytib berasizmi? Nechilik? Nomeringiz? Telefon nomer. 91 605 0614. Aloqaga chiqsa qancha bo'lsa ham qo'yib olasiz. Bo'ldi aka. Bozoringiz bo'lsin. Mana bu yerda g'ozlarimiz ham bor ekan. G'ozlarimiz necha puldan ekan aka? 300 ming so'mdan ekan. Kami bor ekan. Menimcha bir bitta xo'roz, 3 ta makiyon. Kiyonlarimiz bor ekan. G'ozlarimiz 300 ming so'mdan. G'ozlar ham pastayani bo'ladi aka sizda. Bo'ldi. Kiyonlarimiz necha puldan? 100 ming so'mdan kami bor ekan. 100 ming so'mdan kami bor ekan. Mana oq tovuqlarimiz bor ekan. Oq tovuqlar necha puldan ekan aka? Oq tovuqlar necha puldan ekan? 120 ming so'mdan. Bu qora xo'rozlarimiz necha puldan? 100 ming so'mdan kam bor aka. Qora tovuq, oq tovuq, shu tovuqlar pastdan bo'ladimi? Bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Mo'jabod, Sharqon, Jalabon, Qo'rg'on desa. Nomerlarni aytib berasizmi aka? Har xil tovuqlar 95 ning 024 57 shuni qora tovuq, oq tovuqlar bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Cho'ja xo'rozlar necha puldan ekan aka? Cho'ja xo'rozlarimiz aka 150 ming so'm. 150 ming so'mdan kami bor ekan. 100 da bormi yana ko'p? Ha, yangi qichiqmi? Mingdami? Pastani bo'lan bo'lmaydimi sizda? Ha, dehqonchilikmi sizga? Ononlardan bor, ononlardan. Hali oladiganlar bo'lsa telefon nomeringizni bera olasizmi? Uzoqroqda. Ha, ya'ni uzoqroqda ekan. Lekin bozoringiz bo'lsin. Hozir ikkita edi, mana shu ko'payib ketibdi. Aka, 7 dona bo'ldi. Odamlar tovuqlar uchyapti, tovuqlarimiz. Mana ketgan ichidan ham hozir tuxum oldi. Barakali tovuqlar ekan. Olib tuxum yo'nalishga bahsa. Bahsa juda yo'zg'orda tovuqlar ekan. Qora shahzoda zotli jo'ja xo'rozimizni bir akamiz Sotabandan olib ketdi. kattaroq. Qora shahzoda jo'ja xo'rozimizni bitta akamiz olib sotgan olib ketdi. Bizda zotdor qora shahzoda xo'roz ekan. Telefon nomerlariga aloqaga chiqarasizlar. 88 ming 991 0916 250 ming so'm kami bor ekan. Endi makonga qo'shadigan holat yo'q. Birar oy, 2 oylardan keyin qo'shsa bo'ladi. Agar bu videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang.